Yusuf xolavachchasi Muhammadga zavq bilan dedi. Yur, xonamga olib boraman. Maktab musobaqasiga topshirgan suratlarimni ko'rsataman. Ha, albatta Yusuf, bora qol. O'zingdan 5 yosh kichik Muhammad bilan o'ynagin. Aqlingam hamon 3-sinf bolasinikidek-ku. Bu so'zlar Yusufning qalbiga o'qdek qadaldi. U bunday haqoratni ilgari ham eshitgan, hatto unga odatlangandek tuyulardi, ammo bu safar yuragi chil-parchin bo'ldi. O'zini ich-ichdan chil-chil singandek his etdi. Buni hech qanday yupanch ovuta olmasdi. Achchiq ko'z yoshlarga chiday olmay yig'lab yubordi va xonasiga o'qday yugurdi. Eshikni qattiq yopib, o'zini ichkariga qamab oldi. Yusuf! Hoy Yusuf! Shunda Maryam g'azab bilan opasiga yuzlandi. Fatima, bu qilayotganingiz bolaga zulm. Rostdan bu zulmingizda unga zarracha naf bor deb o'ylaysizmi? Uni rivojlantiryapman deb hisoblayapsizmi? Yo'q. Uning ruhiyatini asta-sekin yemiryapsiz xolos. Yusuf, nima bo'ldi? Eshikni och. Yusufim, azizim, bu men, xolang Maryam. Bilaman, g'azabdasan, xafa bo'lgansan. Lekin iltimos faqat men uchun bo'lsa ham eshikni och. Yusufdan hech qanday javob kelmadi. Bu jimjitlik Fatima va Maryamni battar qo'rquvga soldi. Bu oddiy hol emasdi. Opa-singil eshikni buzib ichkariga kirishga ahd qilishdi. Nihoyat zo'rg'a eshikni ochishdi. Va Fatima ko'z oldida tasavvur qila olmaydigan dahshatli manzarani ko'rdi. Yusuf yerda yotardi. Jim, harakatsiz, go'yo jonsiz. Yusuf! Yusuf, nega bu haqda ilgariroq aytmading? Nega bu azoblarni yolg'iz yelkangda ko'tarib yuribsan? Ota-onangga aytmaganmiding? Qiz bola emasman. Yig'lamasligim kerak. Yig'lash faqat qizlarga xos. Yig'lamayman. Bu so'zlar ustoz Badrning yuragini tilka pora qildi. U turib Yusufni bag'riga tortdi. Yusuf dildagi bor dardini ustoz Badrga ochdi. Hech kim meni tushunmaydi. Hech kim menga yordam bermaydi. Faqat o'dag'aylaydi. G'azab, hatto ba'zan kaltak ham yeyman. Yaxshi ko'rgan hamma narsamdan mahrum bo'ldim. Ustoz, ahmoq emasman. Ahmoq emasman. Lekin nima qilishimni ham bilmayman. Xonaga yaqinlashganida Fatima yuragini ezgan bir ovozni eshitdi. Yusuf yig'lar. Yuragini to'kib, ich-ichidan yig'lardi. Yo Parvardigor, juda charchadim. Endi chidashga quvvatim yo'q. Iltimos, meni huzuringga ol. Axir sen o'zing meni yaratgansan. Odamlardan rahimliroq zotsan. Hamma meni masxara qiladi, yomon ko'radi. Onam uradi, koyiydi. Nodon va ojizligimni aytib ranjitadi. Yashagim kelmayapti. O'lishni istayman, Xudoyim. Meni huzuringga ol. Sen menga onamdan ham, otamdan ham mehribonroq zotsan. Fatima eshik oldida qotib qoldi. Bu so'zlar, bu faryod uni larzaga soldi. Ko'zlaridan beixtiyor yosh oqdi. Bu og'ir so'zlar Yusufning qalbi juda og'rigani, yashashga bo'lgan ishonchi so'nganini ko'rsatardi. Afsuski, ba'zan biz ota-onalar farzandlarimizning yuragida nimalar bo'layotganini bilmaymiz. Ular orzu qilgan javoblarni emas, biz kutgan natijani talab qilamiz. Ular o'z og'riqlarini o'zlari bilmasligini bahona qilib, o'z o'lchovimizga moslab hayotlarini boshqarishga urinamiz. Xuddi shunday Yusuf mehrga zor edi. Ammo uni hech kim eshitmadi. Falaq nashr tomonidan chop etilgan Fatimaning bolasi asarini mutolaa qiling. Fatimaning bolasi. Fatimaning bolasi.